Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa Abdurahim do'stimizning mini marhumasiga yetib kelganmiz. Bir-biridan go'zal holatdagi ko'chat, kelajagi bor buqacha olaman dedingizmi? Albatta, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari mana bunda yemga tayyor boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi do'stimiz, ya'ni Abdurahim do'stimizning mini marhumasidamiz. Obunachilar, bugun Xudo xolasa Abdurahim do'stimizdan bir qator ma'lumotlarni olib beramiz. Xo'p, bugun 2-mart, haftaning dushanba sanasi 2026-yil. Video syomkalarimizni qilganmiz. Albatta bir donadan like bosib kanalga obuna bo'linglar. Biz bo'lmasa obunachilar. So'z navbatini Abdurahim do'stimizga bersak, bir qator bularni ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum. Omonbek. Yaxshi keldingizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum obunachilar, uzoq yaqindan tanigan aka-ukalar, opa-singillar, like'larni bosyapsizlar. Hammalaringga rahmat. Ramazonlarim xolasa qabul bo'lsin hammamizniki. Va xolasa bemalol o'tirib mazza qilib tomosha video bo'ladi. Soni ozgina 6 ta omonbek. Bemalol bo'ladi. Bo'yini, bo'y bastini, tumshuqlarini, oldi tushlarini, oyoqlarini, istagan tuyoqlarini bemalol olishaveradi. Va xolasa yemoq ichmog'iga omonbek bir hafta kafolatini beramiz. Yesa-ichsa o'zimizga tan, yemasa ichmasa uka deysin bo'ldi. Havoli kasal bo'lmasa quvona javobini beramiz. Bir qator o'zlarni ham o'qib video bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar mollarni Xudo xolasa keng qilib bo'ylaganmiz. Inshaalloh hamma tarafini, har tarafini ko'rsatib inshaalloh yoritib beramiz. Sizlar bir donadan like bosinglar, bo'lmasa biz proshotdan sekin boshlaymiz. Obunachilar, ey. Jonivor. Sana duruni ishqibozlari. Jonivor, ey. Polvonligini olib, sifatini Ham bosh tarafdan ham, orqa tarafdan ham. O narigi mollardan bo'yi katta. Lekin bo'yi 1.24 chiqyapti. Omonbek. 1.24. 20 plyusga. 20 plyusga ham ketaveradi. Obunachilar mana. Mol haqiqatdan ideal holatda. Orqa vashi pachka har doimgidek. Hozirgacha Omonbek bo'sh yurgan ekan. Beylar tushmagan ekan. Hozirgacha bo'sh yurgan ekan. Tinasiz obunachilar mana. Istagan tuyoqliga e'tibor beringlar. Jonivor, ey. Haqiqatdan yayov yurgan ekan. Menki yo'llari ham hali nari bo'lib ketmagan, takir bo'lib ketmagan ochig'i. Ha, bo'lmasa buni bitta o'ziga aytaylik narxini. Keyin nariklari bir-biriga tushavergan. Ha, bir-biriga tushaveradi. Ha, bo'laveradi. Buni ko'ring, orqasini ham pachkaligini olib. lekin mol bitta tarafi yoqdi menga, mana qarang obunachilar, mana. Mana orqasi baland. Keyin mana bu yerti bilan teng mol. Mol liniyasi haqiqatdan kelgan ekan mol. Tekis. Hop, endi bo'lmasa buni Yaxshi qarovani bo'lasiz Omonbek. narxini ayting endi. Yengil qilamiz. Omonbek endi bozorda desvetini shuncha qilsangiz mashinalarga 25 million kam borib turadi. Endi o'zimiz ham shuni ichidamiz, biz ham shuni ichidamiz. Obunachilar ham ko'rib turishibdi. 120 mol tevada oldi, 124 chiqadigan. Mana sifatda mana kachoq bo'lsa 24 million, 25 million narxga chiqadi. Unaqa narxlari yo'q. Omonbek maqsadimiz sotish. 22 million 500 ming so'mga Toshkentgacha dastlabkasi bilan qilib beramiz. Omonbek. Undan uyog'i bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsa kelishamiz. Vodiy bo'ylab telefon qilsin, chiraylar, xayri bor. Bexayr ish bo'lmaydi Omonbek. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar 22 million 500 ming narx qo'yilyapti. Albatta yetib ko'rsataymi? yaxshi bo'ladi. Bitta ellik qilaylik. Hali yo'q. Hozir sozgina Bo'laveradi, yaxshi bo'ladi. Hop. Mana bir qator obunachilar bularning yurishini, turishini bir qator ko'rsatamiz. Lekin haqiqatdan mana arqonga tushmagan deyaptilar. Haqiqatdan oyoqlari yaqqol ko'rinib turib arqonga tushmagan ochig'i. Lekin mol haqiqatdan sifatiga, ko'chatiga pul berishadi, Xudo xolasa. Jonivor, ey. Mashalloh. Jonivor. Ashi krasavchik. Shular ham stilovoy. Olisini saqlashadi Omonbek. Bo'laveradi. 22 turmalar bor ekanlarimiz urib o'ynaydigan bo'lsa, hozir o'ngillarni ko'ring, juda katta. O'ngillar. haqiqatdan bu yoshoyligi ham unaqa katta emas-a? Yoshoyligi ham Omonbek, bir yoshga bormagan bo'lsa kerak. Shunaqa ko'rinib turibdi-da. Hali gavdasi katta, lekin uni kallasi, garbonoslari aytib turadi-ku, katta buqa emasligini. Buzoq kallaga o'xshab turibdi. Ha, buzoq kallaga o'xshab turibdi. Hop, 22 million 500 ga vodiydan telefon qilsa albatta chiroyli kami bo'ladi, Toshkentgacha aytilgan narxda kirib boradi.
Telefon qilib albatta savdolarni qilishlari mumkin obunachilar. Xo'p. Endi bularda mana shu 5 tasini bitta aytaymi? Bo'laveradi. 5 tasini bitta aytamiz. 5 tasiga ham 5-400 ming farqi bor xolos-da. bo'laveradi. Nimaga hali bittadan o'tgandan keyin ikkita bo'lsa ham baribir optim hisobiga kiradi-da. 120 chiqyapti, 118 ga olish. 118 ga. Alayim, bana sanaligini ko'ring. Qachqiligini, oyoqlari, tuyog'ini olib. Obunachilar mana. Oyog'ini ko'ring. Mol ideal holatda, eng muhimi mana eti bo'sh mana. Eti bo'sh. Maza qilasiz, xudo xolasa inshaalloh boqasiz. O'zini mevasini, effektini ko'rsatadi. Orqa yaxshi holatda. Oyoqlari istagan tuyoq. Hop. Bu birinchisi. Ikkinchisi. Hop. 1.15 dan bala olishaveradi mashlar. 1.15 ga olishaveradi, qolgani 1.15 dan plyus chiqsa obunachilarga bonus. Lekin voy jonivor ey. Bu qani ideal-ku. Qo'llarga sifati ham, baholarni ham ko'ring. Maşallah. Garbonaslarni ko'ringlar, kichkina buzuvdi. Kulaklari ham qo'lyapti ekan o'zi qon. Jonivor. Mana. Obunachilar tush qismlari. Mazza qilishadi, Omonbek. Oyoqlari baquvvat ekan, ey, boru. To'rtburchak. Oldidan orqasi o'ta keng ekan, ha. Ko'rmadan chiqqan. Xo'p, bu ikkinchi buqamiz xudo xolasa. Hop, endi obunachilar uchinchisini ko'rsatamiz. Uchinchisi ham bir-biridan go'zal ey. Haqiqatan unaqa katta tafovut yo'q ekan. Mana 17 ga Omonbek. 17 chiqyapti. Hop, uchinchi buqamiz obunachilar. Buni orqalarni Oyoq qo'li xudo xolasa baquvvat. Qo'lligini. Jonivor. Kallalari ham cho'l. Hop, uchinchisi xudo xolasa to'rtinchimiz. Mazza qilishadi. Mana Weston dog'isi ko'rinishiga. Eston ishqibozlariga jo'natib. Voy jonivor. To'xtang, mana shu tarafda bitta olib qo'yaylik ey. Oq oyog'idan. Obunachilar. Estonni, haqiqatan Eston boshqacha. Ko'pchilik aytadi, hali Estonni xunajinni ham izlagan ko'p-a? Estonni Yaxshi buqata bular. Endi bular ana haligi limuzinlar bilan gibrid bo'lib ketgan bo'lishi Shunaqa. Uni oyoqlarini ko'ring, toza istagan tuyapti. Olisini mazza qilishadi. Hop, 4-buqamiz obunachilar xohlasa Eston. Chetdan kelgan ana bular ham Baldag'iga ha, vallahi boshqachalik urib qo'yilgan ekan mana obunachilar. Mana. e'tibor bersangiz, asharda urib o'tkazilganmi, yozganmi? Shunaqa. Lekin buni ham orqalarini ham oling. Orqalari ham juda karobkasi, yaxshi bo'lgan. Omonbek Hop, 5 tasiga bitta narx aytaylik. Kalla olishga tafovutlar aytaveramiz keyin. Turmasdan. Bo'ladi bo'lmaydi qilib gapiramiz. Qo'yib suyuqqa 18 million 500 ming so'mdan berishadi. Yana kami bor obunachilar. Telefon qilinglar, bo'ldi, bitirib beramiz. 18 million 500 dan. Olinglar, ha, 20, 19 maqsad sotish. 18,5 chiroyli yana kami bor, telefon qilsin. Zo'rg'a 500 ming so'm topoldi bor. 19 millionga zo'rini olsin, ha? Zo'rini olsin. Adir pasin deysiz, boralarni 500 ming yana pasini ham qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Hop, 5 tasiga bitta narx qo'yildi. Inshaalloh 18 million 500 dan. Yo'q, menga zo'rini olaman degan obunachilarga 19 million so'mga albatta. Hop, uylariga kirib oladi, telefon qilgan odamga Saroy bozoridan chiroyli qilib xayri bo'ladi, kami bo'ladi obunachilar. Bunaqa narxlar albatta Saroy bozori YouTube kanalida bo'ladi. Bo'lmasa obunachilar, videoni albatta inshaalloh oxirigacha ko'ring. Mana bu buqalardan yoqqanini oling, hammasini bir joyga olsangiz ham albatta chiroyli qilib kelishadigan joyi bor. Pastdagi nomerlardan lokatsiyani so'rab kelib ko'rib olishingiz mumkin. Xudo xolasa, ana bu buqalardan obunachilar hammamizga 30 talab, 40 talab boqish hammamizga nasib qilsin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha obunachilar sog' salomat bo'linglar.